Assalomu alaykum, Rizma avtoservis obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi? Bugun ishxonamizda, avtoservisimizda qilinayotgan ishlar haqida va ulardagi tavsiyalar bo'ladi. Nexia 2da nima ish qilinyapti? Malibu 2ga ham birmuncha hadovoy chaslarga ancha ish qilinyapti ekan. Ularni ko'rasizlar. Shunga o'xshagan tavsiyalar har doimgidek ustakamizdan bo'ladi. Shunday videolar ham sizlarga yoqayotgan bo'lsa, shunaqa ma'lumotlar xohlasanglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu mavzularni sizlarga albatta yorib berishga harakat qilamiz. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Bitta-bittadan like bilan video roligimizni boshlaymiz. Hali yaqinlar, Nexia 2da nima ish qilinyapti? Assalomu alaykum ustaga. Salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamay aka. Charchamayapsizmi? Bugun shuna formatda video olsak aka, bu tomonda Malibuda ish bo'lyapti ekan, Nexia'da ish bo'lyapti ekan. Bular nima ish qilyapti va ularga tavsiyalar haqida video olsak aka. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bunga nima ish qilyapti? Bu mashinamizda kuzovga motorda vibratsiyasi ko'p o'tayotgan ekan. Tekshirganimizda podushkalari mana ko'rishingiz mumkin, uzilib ketib, уже o'tirib qolgan hisobda. Mana yangisini endi mana qo'ymoqchi edik, farqi mana. Ham uzilib ketgan, ham pastga motorda og'irligini hisobiga tegib qolgan. Umrini yoshini yashab bo'lgan xolos. 50% motorda vibratsiyasini kuzovga berayotgan ekan. Podushkadan chiqdi, bularni alishtirib beryapmiz. Mana shu bilan xudo xolasa buni ish hal bo'ladi. 90% ga motor vibratsiyasi kuzovga bermay qoladi shu. Endi shu o'rinda qanaqa tavsiya beramiz buni bo'lmasligi uchun? Yo bu o'zini normalniy yoshini yashadimi, yo originalniy qo'yilganmi, yo zavod ekanmi? Endi bir xilga odamlar doim tekshirtirib yuradi. Bir xilgilar vibratsiya berganda keladi. Buni har doim yog' alishtirganda ahli yetadigan ustaga ko'rsatib tursa bo'ladi. O'zi ko'z bilan ko'rinadigan joyda turadi. O'tirib qolgani, rezinkalarning o'tirgan nimasi holati ko'rinadi. Bitta qaraganda bilinadi. Yaqinlashib qolganda alishtirib qo'yilsa, buni yana bitta nimalari, haligi mashinaga ziyon tomoni, bu podushka o'tirgandan keyin torpeda, hamma joydagi samarezlarni bo'shatishga olib keladi, vibratsiya. Vibratsiyani hisobiga. Torpedalar bo'shab ketishga, ashnaqalarga olib keladi. O'shaning uchun jicha vaqtini oldindan olib qilib qo'yilsa, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Demakki, hozir bu mashinada har xil ovozlar paydo bo'lishiga sabab bo'lar ekan-da bu narsa. Vibratsiya kuzovga o'tgandan keyin kuzov qismidagi ko'p narsani bo'shatib yuborishi mumkin. Bo'shatib yuboradi. Keyin ular buni almashtirgandan keyin ham har xil ovozlar chiqadigan har xil yelim detallaridan ovoz chiqib qolishi mumkin. Mumkin. Uzoq yuradi. Hisobga olib bersizlar, avtomobillarda qandaydir boshqa podushkalar bo'lsa ham ko'rsatib yursa bo'ladi. Hammasini bir qator tekshirtirib turish kerak. O'sha yog' almashtirganda Nexia'niki misol uchun hammasini ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Ko'rsatsa bo'ladi. Yaqinda servisga kelganlarida bir qator tekshirtirib beradi. Uzilib ketibdi aka. Ha, eshikka ham beryaptimi aka? Ha, bu aka mashinalari edi. Mana akamiz mashinalari edi. Mana uzilib ketdi. Mana uni ko'rdingizmi? Alyuminiy уже chiqib qolgan, tagiga tegib. Mana yaqinlar mabodo sizlarda nafaqat Nexia, boshqa Spark, ming ekan mashinalar ham bo'lsa ham shu podushkasini tekshirtirib yurishsa bo'ladi. Tekshirtirib qo'yish kerak. Ha, endi u Malibuda nima ish qilyapti aka? Bu Malibuda rollarni burganda g'irchillash ovozi bor edi. Buni aporasidan chiqdi. Amarzatidan yechib tekshirganimizda amarzatilar yaxshi holatda ekan. Aporalarni o'zini originaliga alishtirib berdik. Xudo xolasa yo'qoldi u muammolari. Ovozlari bo'lmaydi unda. Yo'q, xudo xolasa bo'ldi. Bu joyda qanaqa tavsiyalar bor aka, misol uchun? Buni qaratib yuradigan narsami yo bu ham o'sha g'irchillaganda? Bu narsa shunaqa g'irchillaganda yoki taraqlatib urib qoladi amortizatorga o'xshab. Shunda tekshirib qo'yiladigan narsalar bular. Ko'rsatib bersa bo'ladi. Bo'laveradi. Mabodo endi mashina ishlar bilan servisimizga kelishsa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Proverka qilib beraveramiz. Bizning servisimizda magazinimiz bor. Hech qanaqa zapchastdan xudo xolasa muammo yo'q. Olib kelib bemalol qilsa bo'laveradi. Olib kelversa-ne, aqalli avtomobil hadovoy chasti bo'ladimi? Endi jam motorni devormayib oxir payt bodirgan motor qivormayapti. Yo'q, motor sistemasini qilganimiz yo'q. Lekin hadovoy sistemasi o'sha tracker 10xlar yumshatish bo'yicha ko'plab videolar qo'yapmiz. Bexijolat kelaverasizlar. Xudo xolasa 10x uchun qilgan yangiligimizni ham video qildik. 10x misol motorini, hadovoyni oldin amortizatoriga o'zgartirilgan. Hozir qo'yapmiz, yaxshi effekt, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Hamma xursand undan aka. Lekin yaqinlar videolarimizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan o'sha davolim bo'lgan mijozlarimizni ham o'ziflarini inshaalloh sizlar uchun video rolik qilib ko'rsatib boramiz. Bu Cobalt nima ekan ehtiyot? Buni ham o'sha amortizator, bularda aporasi bor amortizatorning ustida. Bularda o'tirib qolishi ko'proq. Hadovoyni tekshirtirganingizda balonda oralig'idagi masofa luft berib qoladi. Razvalga mabodo hadovoyni tekshirtirmay olib borsa, qaytarib yuborishi mumkin. O'shalarni bunda o'tirib qolgan ekan. Xo'p, necha yuribdi?
Bu necha oshiqroq yurgan ekan. Ko'proq 250 ming atrofiga 230 mingga borib qolibdi. Aparalarni alishtirib berdik buni. Hozir nimami zavodda shuncha yurganmi shuni? Yo'q. Zavod bo'lsa, o'zi zavodda primerni bas. qanchada tekshirtirsa bo'ladi-ki shu narsalar. Hozirgi kunda 20 ming kilometrda luft berib olyapti. Yangi mashina. Aparasi. Yangi Bularda mashina, shunaqa odat kasalligi bor. Mana yaqinlab Ularni bog'da bartaraf ko'balt olgan qilib bo'lsa, 20-30 ming minib bergan bo'lsa, bir qator Farg'onada bo'lsalar, kelinglar yoki-da boshqa o'zlaringga yaqinroq servisda tekshirtirib bering. Qodir aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Tan joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, Yaqinlar. görüşamiz. Shunaqa qilib video oldik. Videoda boshida ham aytdim sizlarga. O'zlaringizda qandaydir og'riq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xohlasa sizlarga mana shunaqa qilib video qilib berishlikka harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Like, podpiska, kommentariy sizlardan kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.